6 oylikgacha bo'lgan sog'lom chaqaloqlarga suv berish degan noto'g'ri tushuncha qayerdan chiqdi? 6 oylikgacha bo'lgan chaqaloqlarga suv berish shart emas, ba'zan mumkin ham emas. Asosiy sabablardan bittasi bolani vazn olishga kechikishi. Chunki sut deb atalmish bebaho ne'mat organizm o'sishi va rivojlanishi uchun zarur. Uni siz esa suv bilan oshqozonni to'ldirib qo'yasiz va sutga bo'lgan ehtiyoji kamayadi. Buni oddiy qilib o'zingiz ham qorningiz och paytida bir kosa suvni to'ldirib ichsangiz, qorningiz to'qlik hissi bo'ladi. Siz 2 kosa ovqat yemoqchi edingiz, lekin 2 kosa yeyolmadingiz, chunki oshqozoningiz ishib ketdi. Suvdan hech qanaqa energiya va o'sish omillari bo'lmaydi. Shuni hisobiga bola vazn va olishdan va o'sish rivojlanishdan sekinlashadi. Bola organizmi uchun suv bu sizning emizayotgan sutingiz va sun'iy aralashma uchayotgan bo'lsa, unga qo'shilgan suv orqali bemalol qoplanadi. Hatto sahroyi kabirda ham yashayotgan chaqaloqlarga agar onasini adekvat emayotgan sog'lom chaqaloq bo'lsa, 6 oygacha suv berilmaydi.